Haval Hasheti, jozibali dizayni, yangi texnologiyalar, qulaylik, yo'lsiz sharoitlarda tayyorgarlikni mujassam etgan yangi to'liq uzatmali crossover. Avtomobil yuk ko'taruvchi kuzov asosida yaratilgan va orqa differensialni elektron blokirovkasi bilan jihozlangan. Bugun modelni dizayni, salonni, Haytor gibrid tizimi, xavfsizligi va asosiy o'ziga xos jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Haval Hasheti dizayn asosida to'rtburchak shakllar va yumaloq elementlar uyg'unligi yotadi. Ulkan radiator panjarasi, ta'sirchan optika va kuzovning aniq chiziqlari avtomobilning salobatli xarakterini alohida ta'kidlaydi. Haval Hasheti uzunligi 4800 mm bo'lib, u o'z sinfidagi eng yirik avtomobillardan biridir. Avtomobil benzin va gibrid versiyalarida taqdim etiladi. Haytor to'liq uzatmali gibrid versiyasida 1,5 litrlik turbo motor hamda umumiy 364 ot kuchiga teng bo'lgan oldi va orqa elektromotorlar bilan jihozlangan. 0 dan soatiga 100 km tezlikka 508 soniyada erishadi. Nedet sikl bo'yicha yoqilg'i sarfi 100 km ga 6 litrni tashkil qiladi. Faqat elektr rejim yurish masofasi 105 km. Haytor intellektual to'liq uzatma tizimi aylanma momentni oldi va orqa o'qlar o'rtasida va avtomatik tarzda taqsimlaydi. Bu tezkor ta'sir turli xil yo'l qoplamalardagi barqarorlikni va ishonchli turg'unlikni ta'minlaydi. Orqa differensialni elektron blokirovkasi aylanma momentni har ikkala g'ildirakka bir vaqtning o'zida yetkazish imkoniyatini beradi. Tizim markaziy tunneldagi alohida tugma orqali faollashtiriladi va soatiga 40 km dan oshadigan bo'lsa, avtomatik tarzda o'chadi. Salonga 12.3 dyumli raqamli asboblar paneli va diagonali 15.6 dyumli bo'lgan markaziy multimedia ekrani o'rnatilgan. Panoramali tom salonga kenglik va yorug'lik baxsh etadi. Old o'rindiqlar elektron tozalagichlar va ventilyatsiya bilan jihozlangan bo'lib, ikkinchi qatordagi yo'lovchilar uchun esa quyoshdan himoya qiluvchi pardalar mavjud. Hasheti haydovchi uchun to'liq amaliy muhitni taklif qiladi. Proyeksion displey muhim ma'lumotlarni old oyna aks ettiradi. Ovozli boshqaruv esa harakatlanish vaqtida tizim bilan o'zaro muloqotni osonlashtiradi. Simsiz quvvatlash moslamasi hamda 10 ta dinamik va subwooferli audio tizim ham ko'zda tutilgan. Haydovchiga yordam beradigan intellektual ADAS tizimi xavfsizlik va qulaylikni ta'minlaydi. 540 darajali panoramali ko'rish tizimi avtomobil atrofini nazorat qilishga yordam beradi. Haval Hasheti shahar ichida oilaviy safarlar, sarguzashtlar, kemping va yengil yo'lsiz sharoitlarga keng zamonaviy texnologik crossover. Bu oddiy yo'nalishlardan chetga chiqishga tayyor insonlar uchun mo'ljallangan avtomobil. Haval Hasheti haqida Haval rasmiy Dildirect markazida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.